Bugundan boshlab Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi boshlandi. Xo'sh, bu kunlar nima uchun bu qadar muhim? Ramazon seriyasining 11-qismi. Bilasiz, ko'p insonlar oxirgi 10 kunlikka juda katta e'tibor berishadi. Chunki Ramazon oxirida Alloh bizga Qadr kechasini bergan. Bu kunda qilingan duolar 1000 oydan afzal ekanligi Qur'onda ham aytilgan. Albatta biz Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik. Qadr kechasi 1000 oydan afzaldir. Hadisga ko'ra, bu kunlarda ibodatni kuchaytirish, tunlarni bedor o'tkazib ko'proq duo qilishni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ahli oilalariga ham tavsiya qilganlar. Xo'sh, Qadr kechasining aniq vaqti yoki soati bormi? Afsuski, Qadr kechasining aniq kuni insonlardan ba'zi sabablarga ko'ra aniq aytilmagan. Lekin u kechani Ramazonning oxirgi tog' kunlaridan izlash kerak bo'ladi. Masalan, 21, 23, 25, 27 va 29-Ramazon kechalarida. Agar duolaringiz Qadr kechasiga to'g'ri kelib qolsa, ular mustajob bo'ladi. Ibodatlaringiz esa 1000 oydan ko'proq, ya'ni 83 yildan ortiq ibodat savobiga teng bo'ladi. Azizlar, Alloh bergan bu ne'matni qo'ldan chiqarmang.